Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo, Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, bugungi videomizda esa Afg'onistonning Sho'rtepa tumanida shole burunchni qanday qilib ekiladi o'sha mavzuda video tayyorladim. Mana ko'rayotganingizdek. Do'stlar, Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz degan umiddaman. Agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qari bo'lmasam do'stlar, videomizni boshlaymiz. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, bu esa shola. Bizlar Afg'oniston tilida burunch deymiz. Mana ko'rayotganingizdek, sholini mana shunday qilib avval bir yerga ekib qo'yasiz, keyin esa o'pazib qaysi yerga ekmoqchi bo'lsangiz o'sha joyga ko'chirasiz. Do'stlar, qaysi bir joyga shola ekmoqchi bo'lsangiz, shola ekmasdan oldin shola ekilajak yerga mana shunday suv haydab, keyin suvni ichida ekiladi. Mana video davomida ko'rsatamiz qanday qilib ekilish jarayonini. Do'stlar, ko'rayotganingizdek mana shunday qilib sholini suvni ichida ekasiz. Mana ko'rayotganingizdek, sholi ekjak bo'lgan yeringizga avval suvga to'ldirasiz, keyin suvni ichida ekiladi sholi mana shunday. Do'stlar, boshqa bir davlatlarda ham shunday qilib ekiladimi? O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qaysi davlat bo'lsa ham yoqqanaqadir bir uskunada ekiladimi? Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozinglar. Mashalloh, mana do'stlar, ko'rayotganingizdek Afg'onistonning mehnatkash bolalari, mana shu ukaxonimizga qaranglar. Juda ham bir tezkor ishlayapti. Do'stlar, ukaxonimizga gap yo'q, lekin ko'z tegmasin. Juda ham bir tezkor ishlayapti. Aziz do'stlar, haligacha bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, mehnatimizni qadrlash uchun videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Sizdan esa like va obuna, bizdan esa realniy Afg'oniston haqida ma'lumot va video kutib qoling aziz do'stlar. Do'stlar, mana ko'rayotganingizdek taqsim qilib bo'lishib ekyaptilar. Mana ko'rayotganingizdek. Ana bu tomonda esa o'pazyapti. Mana ushbu ukaxonimiz o'pazib shollarni olib kelib mana bularga tarqatib beradi. Mana ko'rayotganingizdek. Qayin de? Qayin. Bilang agırdık ya. Ha. Hava. Hadi hırla. Asan at. Yala qavatını ve qaradan qiyinlandı. Aziz do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videomda albatta siz aziz do'stlarni kutib qolaman. Keyingi videomgacha xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar.